Qanday bola bu? Shogird ham shuna bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana ekskavatorga o'tdik. Xudo xolasa, bugundan shogird ishi boshladik. Shu Nimalar o'rgandingiz shogird? mana bu narsani o'rganib mana bu yerda ishga tushadigan bor ekan. Orqada mashina turibdi, urib yubormaymiz. Короче, ko'sha ko'tarish turgandi-da. Yo'q, boshqa. Bu nima? Mana bu yerda kareta berib, kareta nasib Bu nima ekan, ha? Hozir orqada mashina ham turibdi. Короче, shu odam mana. Nima deydi? Harakat sirenasi bor ekan. Sirenasi bor ekan. 10 yilga qamoq jazosi beradi. Oddiy nimaga. Hali qanaqa qilib ishlatishni bilmayman. Ha. Короче, bu nima? Bu monitorchasi. Bu ham bitta go'sht bor ekan. Bilmayman, tez qo'yi esnaydi. Hali endi ustozdan so'raymiz. Bilmaymiz hali. Yaxshi. Oynalari ham ochiladi. Ha, oynalari ham ochilgan. Kompot. Nima deysiz? Ekskavatordan, krandan ekskavatorga o'tgan yaxshi menimcha. Deb o'ylayman. Startmi nima edi? Start beradigan. Start ekanda ishlashiga Ha, meni tushunishim bo'yicha start beradigan. Hali ustozim o'rgatmadi bu narsalarni. O'zimiz chiqalab o'rganib oldik. Mana bu ham start beradigan ekan. Bu oldinga, orqaga avtomat. Короче, o'zini-o'zi yurib ketmaydi ekan-da. Ha, o'zi yurib ketmaydi ekan. Bunda ham o'sha bittasi tormoz, bitta gaz. Ana bu nima? Ana dalbit qilganda Ammo bosilmaydi. bossa bo'ladi, o'zi bosmaydigan bilan. Qachon? Ana bu start knopka. Uncha mashinada yo'q bo'ladi. Shunaqa. Mana bu narsalar ana to'rttalik nimadami bilmayman. Shunaqa bir nima projektor. Bu nima ekan a? Konditsioner bo'lsa kerak. Bosamiz. Like, подписка deydi-ku. Ustozimiz mana ko'rsatib bering-chi endi. Assalomu alaykum. Xo'sh, ekskavatorga o'tirdingiz mana. Mana shu holatda turganda, P holatda turganda mana. P holatda turganda mana ular bunday bo'lsa zavod bo'lib bo'lmaydi. Ha. Bunday ham bo'lsa zavod bo'lmaydi. To'g'ri turish kerak, bu ham to'g'ri turish. Mana bunday bo'lsa ham zavod bo'lmaydi. Mana shu holatda mana uni bosasiz, start stopni bosasiz. Keyin mana bir yorishib, mana bitta kod chiqadi, parol chiqadi. Ha. 0.5 marta bosasiz. Endi hamma ekskavatorda shunaqa? Hammasida bunaqa. Bitta mashina. O'zingiz parol qo'yasiz. Bitta mashina ekskavatorda shunaqa. Ha. Qolgan ekskavatorlarda nima kali. Endi sizniki kompot degandan keyin. Bo'lgandan keyin start stopni bosib tursangiz o'zi yuradi. Ha. Yurgandan keyin уже tayyor-ku, ma'lum deb baqa bosasiz. Ha, bu rushnoy. Ha, uni bosgandan keyin hamma yo'q уже naqada turadi, mana uni muftada endi kak. Bunday qilib qo'ysangiz уже ishlashga tayyor turadi уже. Bu nima narsa? Bu kompressor, bunday qilsangiz. Ha. Manisi nimaniki? Qaychaniki, cho'mish alishtirasiz-ku. Ha. Bunday qilsangiz cho'mish. Ana bu narsa. Kavshani almashtiradigan. Xuddi o'sha narsa. Buni bu shart emas bu ishlarsa bor. Mana bu konditsionermi? Yo, bu nima? Gaz bu, qo'shasiz. Ha, gaz. Ha, mana. Ha. Ana nol bo'ldi. Bu endi zararchi qo'yadiganlari, mana konditsioner, mana faralari.
nariga nima endi anavi? Mana migalka. Mana bu atboyni qo'ygandan keyin buni bitta qo'shasiz. Keyin ona bossangiz uradi. Ana asoli shu. Mana oldiga yuradi. Ha. Deksiz arqaga yuradi. Ma'lum deksiz ikkiga uradi. Ha. Ikkiga urish uchun tormozni bir marta bosib qo'yib yuborsangiz, keyin bu tushadi. Bosib tushmaydi. Ular endi Ular oson. bu signal. Bo'pti. Osavering, omadingiz bersin. Bu starsto. Taka. Qochinglar.